Assalomu alaykum hammaga. Hozirgi kunlarda mana shu yanvardan boshlab Telegram ochdi, Gmail so'rash boshladi. Buni ko'pchilik hali tushunib yetmagan bo'lsa, sizlar uchun qisqagina video qildim. Mana hozir o'sha Gmail so'rab ochiladigan Telegram holatini ko'rsatib o'taman. Bu yerga elektron pochta yoziladi, qaysiki mavjud bo'lgan. Masalan, men Telegramga alohida mana Gmail ochdim. Nomini elektron pochtamda masalan deb qo'ydim. gmail.com SMS jo'natildi. Endi biz elektron pochtaga kiramiz. Buni mana bu yerga qo'yib qo'ysak ham bo'laveradi. Ekranda ikkinchi oyna bo'lib turadi. Elektron pochtaga tasdiqlash kodi keldi. Kiritamiz. 14 82. Endi qo'ng'iroq kelish kerak. Qo'ng'iroq yoki SMS. Telegram kodi keldi. 89 000. Admin user. Mana shu bilan Telegram ochildi. Shu holatda ochiladi. Bu narsani Telegramga qo'shgan sababiki, Telegramga Gmailni qo'shgan sababiki, mabodo sim kartangiz telefoningiz bilan yo'qolib qolgan taqdirda elektron pochtangiz login paroli bo'lsa, o'sha elektron pochta orqali kirib olish uchun sizga imkon beradi xolos. Uni bu holatda kirishdi. Keyingi videoda ko'rsatib o'taman. Nomersiz o'sha Gmail orqali Telegramga kirish yo'lini.